Navbatdagi partiyamizda Leap Motor C16 26 model bilan Leap 9 26 modelini olib kelib berganmiz. Hozirgi kunda sotuvga tayyor bitta dona bor. 72800 ga patqulch holatda olib ketsanglar bo'ldi. Kutib yurmaysizlar, ishtirsangsizlar, kalta olib ketasizlar akalar. Bunisini buyurtma asosida 40 kun kutish sharti bilan 33200 ga patqulch holatda naqd pul asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Bunisini 30 kun kutish sharti bilan 70000 dollarga patqulch holatda xarid qilsangiz bo'ladi. Faqatgina qoraga kafenli, qoraga oranjiy rang bo'ladigan bo'lsa. Agar boshqa rang mokre asfalt yoki oq salon yoki oq kuzov qoladigan bo'lsangiz, kamida 2 oy. Sababi zavoddan mashinadan olish juda ham qiyin bo'ladi. Bittasini aytishadi, blokrovka tushib qoladi deyshadi. Bittasini aytadi, eksport taqiqlandi deyshadi akalar. Xudo xolisa muammo yo'q. Ishtir shundoq sansanglar, xudo xolisa 30-40 kun ichida mashinalarni olib kelib beramiz. Yaxshi niyatda ish boshlaganmiz. Inshaalloh ishonch bildirib to'lov qilsanglar, aytilgan vaqtdan 4-5 kun plus minus bo'lsa ham, glaniy mashina eson-omon yetib kelsa bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar va kommentariyaga chiroyli bitta tilak bildirib qoling. Inshaalloh 2025-yilda Jahon Motors kompaniyasidan kamida sizga shunaqa mashinalar olish nasib qilsin akalar. Videoni eng yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Faqatgina eng yaqinlarga.